Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? YouTube'ga ham video qo'ymaganimga ancha bo'pti. Yengilliklardan bizada Funded Next prop kompaniyasi futuresini ochibdi. Funding Pips and Funding Ticks deb futuresini ochgan. O'zi obzorda Funding Ticks ham bo'lishi kerak edi, lekin saytida realni to'liq ma'lumotlar yo'q, ya'ni aniq clean ma'lumotlar yo'q. Activation feesi, to'lovlari, qoidalari hammasini ko'rib chiqqanman, lekin aniq bir ma'lumot bo'lgani uchun men Funding Ticks qo'shmasligiga qaror qildim. Hozircha bizada Funded Next o'zi xo'p, bizada 3 xil akkaunt size bor va narxlari ham yozilgan. Tak, xo'p, qoidalari emas, общий ko'rib chiqamiz. 15% performance reward bu 180. U har bitta akkauntni targetini 15%, ya'ni profit target 15% 188, buni 15% 375, 6000niki 900. 15% sizlarga qachon beriladi? Qachonki sizlar funded bo'lganingizdan keyin 10% profit yechganingizda, o'sha profitinglarni yechayotganingizda tashlab beriladi. Ya'ni bu 50 milliy akkauntga tegishli misolida keltirsak, 50 milliy akkauntda 10% payout qilishingiz kerak, ya'ni $5000. O'shandan keyin sizga qo'shimcha $375 tashlab beradi. Xo'p, profit targetlar yozilgan. 6%, hammasida 6%. Tak, daily loss limit bu 6% emas. Xullas, profit targetlar yozilgan. Daily loss limit 600, 1200, 2400. Daily loss limit bilasizlar, futuresda boshqacharoq ishlaydi, ya'ni misol uchun sizlarda общий mana maksimum loss limit ham bor, 1250, 2000, 3000. Xo'p, daily loss limit qanaqa ishlaydi futuresda? Qachonki misol uchun sizlarda общий minusingiz $3000 bor. Bir kunda minus $2400 minus qilib yuborsanglar, akkauntingizlar o'sha kunga deaktivatsiya bo'ladi, ya'ni o'sha kuni trade qila olmaysizlar. Umuman pozitsiya ocha olmaysizlar. Lekin ertasi kuni o'sha qolgan sizlardagi $600 riskinglarni bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Xo'p, bu bo'yicha men oldingi videolarimda ham tushuntirish berib o'tganman. Bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, activation fee yo'q hech qaysi akkauntda. Chunki one time fee ekan, ya'ni one time payment, hech qanaqa oylik to'lov bo'lmaydi va activation fee ham bo'lmaydi. Bu degani xuddi CFD Funded Next'dagi CFD akkauntlarni sotib olganinglardagi qoida bo'ladi. Bir marta to'laysizlar. Max position 2 mini, 20 mikro, 3 mini, 30 mikro, 5 mini, 50 mikro. Mikro va mini kontraktlar haqida men o'zimni futuresga birinchi qadam degan videoyim bor YouTube'da. O'ng taraf burchida hozir sizlarga podkastga chiqadi. O'shani bosib, bemalol o'sha videodan to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Consistency rule 40%. Consistency rule nima degani? Xo'p, sizlarda targetinglar bor. Ya'ni profit target, misol uchun 100 milliy akkauntda $6000. Sizlar bir kunda o'sha $6000 40%, ya'ni 40%dan ko'p profit qilishinglar mumkin emas. $6000 40% $2400 bo'lar ekan. O'sha $2400dan ko'p foyda qila olmaysizlar. Qilsanglar bo'ladi, lekin profit targetinglar, ya'ni o'sib ketadi. Misol, consistency rule bo'yicha sizlarda 40% bir kunda 2400dan ko'p qilishinglar kerak emas, lekin sizlar 3000 qilib yubordinglar bir kunda. Account failed ham bo'lmaydi, blok ham tushmaydi, lekin profit targetinglar o'zgaradi. Ya'ni o'sha 6000 emasda, ya'ni ustiga yana summa qo'shilib ketadi.
Bu faqat minusga ishlaydi, o'shaning uchun ham shu qoidaga asoslanib savdo qilishinglarni maslahat beraman. Вообще kerak emas, chunki proportsiyada juda ham ko'tarib ketadi. Adashmasam 3000 qilib yuborsangiz, bu уже 40% ga bo'lasiz. U narsa 12000 ga ham o'tib ketadi-da. U вообще kerak emas narsa. Реально maslahat bermayman. Лучше consistency rule bilan stabil daromad qilib ishlagan yaxshi. Reset fee, ya'ni failed bo'lganingizdan keyin qayta sotib olish 10% discount, ya'ni 10% skidka bilan bo'ladi. $200 ga olgan bo'lsangiz, sizda $180 ga keyingisini olasiz. Xo'p, o'sha aytganimdek, men bundan oldin futures haqida videolar chiqazganim uchun ham ko'plarda ham tushuncha bor. Kimda tushuncha bo'lmasa, bemalol o'sha videoga o'tib ko'ringlar, keyin qaytib kelib bu videoni yana boshqatdan ko'rsanglar, ancha tushunchalar paydo bo'ladi. Bu yoqda to'liq men obzor qilganim yo'q, faqat notlarni yozib chiqqanman, chunki ko'pchilikda уже tushuncha bor. Bu narsa prosta vaqt oladi. Xo'p, notlar. Birinchisi bu account size, kontraktlar soni, mikro kontraktlar, mini kontraktlar ochilish soni. Xo'p, ikkinchi notimiz bizda no funded next futures doesn't charge a monthly subscription fee for a futures challenge account or funded next accounts. Bu degani o'sha aytganimdek oylik to'lov yo'q. Oylik to'lov bo'lmaydi. Bir marta pul to'laysizlar bo'ldi. Sizlardan boshqa hech qanaqa pul yechib olinmaydi. You only pay one-time fee to get started with the funded futures challenge account, and there are no ongoing charges. Ya'ni boshqa umuman sizlardan to'lov olinmaydi. Shuni esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, uchinchi not bu you can hold multiple accounts, but your total allocation must not exceed $300,000 across all active challenge and funded next accounts. Bu degani sizlar 300,000 dan ko'p kapital boshqara olmaysizlar bu prop kompaniyada bitta akkaunt nomida. Ya'ni farqi yo'q, u 50 million akkauntdan 6 ta bo'lsin, yoki 25 million akkauntdan 12 ta bo'lsin, yoki 100 million akkauntdan 3 ta bo'lsin, farqi yo'q. Soni, ya'ni akkauntlarning soni farqi yo'q, faqat summasi 300,000 dan oshmasligi kerak. Xohlasangiz ikkita 50 million, ikkita 100 millionlik ma'nosini tushundinglar. 300,000 dan kapital oshmasligi kerak. Xo'p, to'rtinchisi due to the nature of futures trading accounts, margin accounts is not available in funded next futures. Each funded next futures account operates independently and trades must manage them separately. Bu degani, bu prop kompaniyada copy trading ishlata olmaysizlar. Ya'ni o'zingizlarning akkauntinglarni copy trade qila olmaysizlar. Misol uchun 6 ta 50 million shot olsangiz, общий kapitalingiz 300,000 qoidaga tushyapti. Lekin o'sha 6 ta akkauntda har bittasida o'zingiz отдельный bittalab nima deydi? Savdolaringizni bittalab ochib chiqishingizga to'g'ri keladi. Copy trade ulolmaysizlar. Top stepda mumkin, funded futuresda mumkin, lekin funded nextda mumkin emas ekan. Ba'zi bir traderlar funded nextda copy trading mumkin, 10 talab akkaunt olamiz, bunda yo'q. Copy trading mumkin emas, ishlamaydi. Foydasi ham yo'q. Ulolmaysizlar birinchidan. Ulolmaysizlar. Ko'p akkauntda ham minus tomoni shunday. Hammaga ham ishonaverish kerak emas. Fokus faqat o'zingizlarda bo'lsin. Bo'ldi. Number 5 YO'da bu haqida ham o'sha aynan futuresga birinchi qadam haqidagi videoimda tushuntirganman.
Bu trailing stop EO'da, ya'ni sizlarni stopinglar sizlarni orqanglardan yuradi. Sizlarni quvlab yuradi desa ham bo'ladi. Batafsil o'sha videoga kirib ko'rib olishinglarni maslahat beraman. Aytganimdek, bu videoda faqat notlar, уже tushunchasi bor odamlarga shunchaki nima deydi, osonroq bo'lishi uchun video desa ham bo'ladi. Xo'p, 6-si va oxirgisi bu scaling rule. Scaling rule qanaqa ishlaydi? Xo'p, mana tasavvur qilinglar, sizlar 100 milli akkauntdan funded bo'lgansizlar. Birinchi o'rinda 2000 dan past profitingiz bo'lsa, siz 5 kontrakt minida, 50 kontrakt mikroda ocha olasiz. Agar sizda уже 2000 dan 5000 gacha atrofida уже profitingiz bo'lsa, bu sizga 7 kontrakt ochishga возможность beradi, ya'ni sharoit beradi. 70 mikroda ochishingizga sharoit beradi. Agar 5000 dan уже ko'p bo'lsa sizniki profitingiz, minida 10 kontrakt ocha olasiz, mikroda 100 kontrakt ocha olasiz. 100 ta mikro kontrakt ocha olasiz. Bu juda ham yaxshi. Scaling rule hamma prop kompaniyada bor. Fundednext sal boshqacharoq ekan. Buni yaxshi tomoni, bu plyus desa bo'ladi. Именно plyuslaridan biri Fundednext. Menimcha bugungi videoga shu men bera olmoqchi bo'lgan informatsiya. Kimda qanaqadir savollar bo'lsa, mini kontrakt nima, kontrakt o'zi nima, mikro kontrakt nima, barcha savolinglarga Futuresga birinchi qadam degan videoyimdan topa olasizlar. O'sha videodan keyin qaytib kelib ko'rsanglar, sizlarda to'liq tushuncha bo'ladi, hech qanaqa savolinglar qolmaydi. Hammaga omadli hafta. Salomat bo'linglar, charchamanglar.